hammaga, sizlar bilan Leverage Play va Rimworld o'yiniga xush kelibsizlar. Menimcha bu o'yinda O'zbekistonda birinchi uni ko'rayotganmisim kerak tag'in bilmadim. Va bugungi topshirig'imiz previewdan ko'rganlaringdek yangi koloniya tuzib o'zimizni rivojlantiramiz. Ya'ni bizda hozir 4 ta tanlash imkoniyati mavjud: Crashland, Lost River, Explorer va Naked Brutality degani bizga osonroq bo'lish uchun birinchi mana Crashlanddan boshlaymiz. Va bu yerda bizga 3 xil LA berilgan, ya'ni sun'iy intellekt, Cassandra, Chilex va Rendirando nomli sun'iy intellektlar bor. Bularni vazifalari bizga har xil reydlar yoki resurslar yoki hayvonlar hujumini bizga random tarzda bizga jo'natishdan iborat. Ya'ni hozir boshlanishga biz Cassandrani tinchlik rejimiga o'tsak ham bo'laveradi. Bu yerlarga tegishimiz va Rimworldda 4 ta asosiy DLC paketlari bor: Core, Intologiya, Qirollik va biotexnika vositalari bor va bu yerda triberlar bor, ya'ni boshqa fraksiyalar. Hop, Indo fraksiyasi bizga neytral, Tiberium bizga 80% dushman, Red Creek Territory neytral va 3tasi bizga dushman. Va bizga eng qulay bo'lgan hudud, ya'ni o'zimdan kelib chiqib aytganda tog'li hududlar, ya'ni tog' ham suvi tog' ham bo'lishi shart. Ya'ni tog'da resursdan muammo bo'lmaydi va suvda biz har xil ishlarni amalga oshiramiz. Albatta video oxirigacha ko'rsangiz buni o'zingiz bilan ko'rib olasiz. Va bu yerda 2 ta fraksiya mavjud. Biz shu yerga tushamiz. Tog'lar harorat 11 gradusdan 32 gradusgacha bo'ladi. Yer aylanasi, yomg'ir harorat yilliga 823 milligram, ya'ni ko'proq yomg'ir bo'ladi deyapti. Va bizga 3 tog'dan tanlashga imkon beradi. Shu o'rinda bitta maslahat: siz ko'proq miningga ko'proq personajlar ishlaring kerak, lekin bu ham bo'laveradi. Mining 5 yaxshi, kasalliklar mavjud emas. Bunda kasallik bor, ya'ni torso bu 3% og'riqni qo'shib beradi. Bu o'ta yomon. Va mining menimcha bular bilan boshlashimiz yaxshi. Normalniy. Agar shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, iltimos kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni eslardan chiqarmanglar. Albatta hozir boshlaymiz. Mana biotexnika deganim va o'yinni ham boshlab oldik. Mana bu yerda bizga botlar tushyapti. Birinchi biz bu yerdan tahlil qilib olsak. Hop, kartamizni tahlil qilamiz. Okey. Kartamiz deyarli 90% tog'lang bor. Ya'ni tog'liklar menimcha bu yerga qurganimiz menimcha yaxshiroq bo'ladi, chunki anchagina yaxshi hududlar menimcha. Va bu yerda temir ham topish muammo bo'lmaydi degan umiddaman. Hop, harorat 5 gradus, ya'ni o'rtacha darajadagi sovuqlikdan iborat harorat. Bu yerdagi po'latni buzishga buyruq beraman. Ya'ni buni sindirishadi. Bu yerdan esa ularga ish taqsimlayman. Hop, maynimiz hammada yashil, yaxshi. Researchni bir kishi qila olmaydi. Afsus, bunga e'tibor bermayapman. Qishdan boshlayapti shu. Boshidayoq o'ta yomonlik qilishyapti. Va bizda penny deyapti, ya'ni bizga nima qanday hayvonlar berib ko'rib chiqamiz. Regina, eshak. Mavjud. Bu nima kerak hayvonga? Chili kas. Qanaqasiga bu kasal bo'lishi mumkin? Bor. Qo'ysangchi. Okey, bularga biz ruxsat beramiz. Va bunga biz hozir bot edition rifle, bunga esa revolver va bluega pichoq.
Xo'sh. Unda konstruksiyoni bor kolonistimiz bu yerda bizga hozircha uy tayyorlab turadi. Po'latdan qurganimiz ma'qul, chunki yog'ochdan quradigan bo'lsak, unda raid boshlanib bo'lsa, o'zimizga qiyin bo'lishi mumkin. Ya'ni shunga qarab ish tutishimiz kerak albatta. Polni unutmasligimiz kerak. Ya'ni pol bu eng muhim narsa, chunki kanalistlarimizni kayfiyati shunga qarab o'zgarib turadi. Va bu yerga biz kichikroq barakada qurishda davom etamiz. Ajoyib. Barakada o'sha qurish boshlandi. Menimcha bu yerda geyzer bor, geyzerlarni kelib o'tiramiz. Mana bu yerda shuncha o'rganish kerak bo'lgan ancha narsalarimiz bor. Xo'sh, va bizga hozir ekish o'ta qulay bo'lgan hudud kerak. Bu yer. Lekin bu bo'lmaydi, chunki qanaqa raid boshlansa, bizni o'ldirib ketsa bo'ladigan eng oson hududlardan biri. Hozir bu yerni biz berkitamiz va bu yerni berkitamiz, bu yerni berkitamiz, bu yerni berkitamiz va tamom. Ajoyib bo'ladi. Xo'sh. Bizga hozircha shu po'lat yetadi, menimcha ko'p po'lat hozir o'yinni boshiga zararli, chunki biz bularga modiga ta'sir qilib qolishimiz mumkin. Ya'ni kim uy qura olmasa, ya'ni uyda uxlay olmasa, ularning modlari tushib ketishi mumkin. Ya'ni mod degani bu kayfiyat. Mana bu hozir nima qilayotganini ichkarisidan ko'rib turamiz. Videosini ko'taramiz va konstruksiyoni juda tezlik bilan oshmoqda. Keyingi progress 7000. Bunda esa 1000 ga yaqinlashib qoldi. Va aytganimdek, bugun umuman o'lgunmadik. Yotoqxona qurishga chiqisi yo'q. Bir kun yotishmasa menimcha ishlar bo'lmaydi. Bular uxlayotgan paytda biz ishlarni taqsimlab olamiz. Ya'ni 12 gacha ish soati belgilaymiz. Ish soati muhim. Chunki kolonistlarimiz modi tushib ketishi mumkin agar ko'p ishlab yuborsa ham. Yani 2 soat davom etishadi. Bundan tashqari yana 19:00 gacha ishlashib turib, 2 soat o'zlari xohlagan ish bilan shug'ullanishlariga imkoniyat beramiz. Men hozir uxlashmadi. Soat 21:00 21:00 hozir nima qilishlari kerak edi? 21:00 o'sha uxlashlari kerak. 22:00 Ha, bittasi o'ziga yotoqxona qurib oldi falan. Yana kolonistimizga ism qo'ysak bo'ladi, ya'ni komment ustilaring. Kolonistlarimizga masalan Blue Trap Fondor degan masalan boshqacha ismlarga ovoz bersalaring bo'ladi yoki qo'llab-quvvatlasalaring bo'ladi. Hop. Bizning keyingi rejalarimiz qanday bo'ladi? Bizda ovqat muammosi bor. Albatta ovqat muammosi o'ta ko'p va xalqning muammolaridan biri. Bizda 47 dona ovqat bor. Bu taxminan kolonistlarga 3 kun yetadi. Pul bor. Komponentimiz 2 kun naqada qolgani uchun sinib ketishi mumkin. Komponent kelajakdagi videolarimizda ko'rib borasizlar. Komponent o'ta muhim narsa. O'ta muhim narsa hisoblanadi va o'yinni yanada tezlashtiramiz. Ya'ni sizlarning ko'p vaqtingizni olmayman. Xo'sh, okey. Bu yerga nima qo'yishni o'ylab topdim. Bu yerga biz omborxona quramiz. Ya'ni kim narsalarimizni qo'yish uchun zona kerak. Struktura narsalarimizni olib kirmasak nimaga narsa to'playmiz? Bir dona eshikcha. Bu esa uyda qurish bilan band. Yaxshi, ajoyib. Barakadamiz tayyor bo'ldi deyarli. O'ta chiroyli barakada bo'ldi. Aziz qo'yil. Bu yerda oltin rudasi bor ekan, ajoyib. Biz ancha zo'r zonaga tushdik, lekin bu yerda kamchiliklari umuman yo'q menimcha. Ancha yaxshigina. Kuchligina zonaga tushdik.
Tom qilmoqda bu. Yaxshi, nimagadir bu yerga tom qilmadi. Hozir ko'rib chiqamiz sonradan. Tom albatta qilgan. Ha, mabitga ketib yoki uxlash vaqti bo'ldimikin? Ha, uxlash vaqti bo'libdi. Tushundim. Ishlar davom ettiryapti. Yaxshi, konchilik qilish ishlari bilan mebel tozalashmayapti. Biz energiya boshidan energiyaga o'tib ketishimiz kerak. U bizga tosh davriga yordam moslamay umuman kerak emas. Biz boshidan energiyaga o'tib qolishimiz kerak. Chunki energiya bo'lsa, ya'ni rivojlanishimiz yanada ko'p bo'ladi. Buni qilmayapti. Hop, ustidan 104 dollar qoplangan va 2 dona biz deyotgandek kompaniyam kerak. Bu ta'mirlab yotibdi ekan o'shga qarab. Bundan tomosha qilishim menim. Albatta hazil. Bu yerni biz hozir omborxonaga aylantiramiz. Bu yerni chopib bo'lishgandan so'ng bizga nima bu? Bo'ladi. Men buni stillarda o'ylabman. Qish 13-dekabr sentyabr, ya'ni bu bizni odatiy tarzimizdan farq qiladi, ya'ni bitta fasl bitta oyga teng. Ya'ni qish dekabr degan oyga teng, kuz septemberga teng ekan. O'zim inglizchada sal talaffuzim g'alatiroq. Defense yaqinda rejalashtiryapti, himoya zarur deyapti. Hozir qalaysimiz modini o'qib ko'raylikchi. Bu unaqada katta bo'lgan ekan. Keyin Space Trafficker. Uni tog'asi qurollar tayyorlovchi bo'lgan ekan. Yaxshi, good. Biz bu yerga zona tayyorlashga tayyorlanib tursak ham bo'laveradi shekilli. Bu zona nima desalaring, bu kerakli narsa toshishga huquq beradi ularga. Ya'ni bu yerga shu narsalarni qo'yasan, bu narsalarni qo'ymaysan degan cheklovlar o'rnatsak bo'ladi. Bu menimcha o'ta yaxshi. Va biz bu yerga hamma narsaga ruxsat beramiz. Ovqatlar, tana qoldiqlari va axlatlardan bo'lak. Dam olish daqiqasi qo'shilibdi. Yaxshi, ajoyib. Va keyin biz bu yerga mana bu sumonaga esa plan bo'yicha oshxonani joylashtirsak, menimcha qulay bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, resurslarimizni Vesito. Bizni zonamizni kuzatgan kelgan politsiyachi ayol. Qurollari bor, flag check good, revolveri barobar kilogramm, biosi unchalik kuchli emas ekan. O'z qayerdanligini ko'rsatadi. Indodan ekan bu. Indo, xo'sh, okey, Indo bizni qayerimizda, bu yerda Indo bor ekan. Bu yerda biz hozir bu bilan yaxshi aloqa, bu bilan yaxshi aloqa o'rnatsak, buni yo'q qilishimizga bular hech qanday qarshilik ko'rsatmaydi va bu yerdan karvonlar jo'natib o'zimizga resurslar to'plab olishimiz mumkin bo'ladi. Albatta bu yaxshi. Bu ketdi. Biz mehnatkaşlarimiz yana ishlashni boshlashdi. Lekin bu yerda men hozir tansiga guvoh qildim, buni noto'g'rimi? Afsus. Yo'q, afsuslashga hojat yo'q. Ozroq bloklarni ko'proq ishlay, resurslarimiz ko'proq ketishi mumkin, lekin xato qo'ymanglar tag'in. Odam sharmanda qiladi. Okey, davom etamiz. Bu yerga eshikchasini joylashtirishimiz kerak. Va oxirgisi, so'nggisi menimcha ajoyib chiqibdi. Agar video yoqgan bo'lsa, like boshlaring mumkin. Xohlasangiz obuna bo'ling. Sizlar nima xohlaysizlar? Masalan, nima qursam bo'ladi bu yerga, nima qo'ysam bo'ladi?
Ya'ni qanday yangiliklar qo'shsam bo'ladi, hozir videomizdan uzoqroq bo'ladi, lekin nima qo'shsam, ya'ni yaxshiroq chiqadi. Bugun, ya'ni bu videoda maqsadim, men oshxona qurmoqchiman. Omborxona qurib bo'ldim va birinchi reydni o'tkazib, himoyalarni yaxshilab, ovqatdan muammoni butunlay hal qilib, laboratoriya qurish. Asosiy maqsadim shulardan iborat. Hop, bu yerda J rudasi mavjud. Bu yerda yana oltin. Xo'sh, oltin. Bular hozir nima? Bular o'sha yukdashni boshlashdimi shekilli? Yo'q, bular ovqatlanib ketdi. Bu yerga bekor qilibmiz, chunki bu yerga men sovutgich qo'ymoqchiman. Bu oddiy o'yinlarga o'xshab, buni ham nimasi bo'ladi? Xo'sh, sut tomoni bu tomonda. Portlab ketardi o'sha. Sorry. Hozir bitta qo'l degancha portlab ketgandan. Bu yerga o'rnatamizda va power panellarni bu yerdan o'tkazib chiqamiz. Biz yashil energiyaga ham o'tsak bo'lardi, lekin biz tog'li hududda bo'lganimiz uchun unchalik shamol o'tmaydi. Shuning uchun afsuski biz yog'och yoqishga majburmiz. Biz hozir endi bu yerda biz kattaroq ekozonlarni rivojlantirishimiz kerak bo'lgan qarorga keldim. Ovozim yaxshi bor ekandir, yozayotgandir. Har holda umid qilamanki. Ya'ni 10 ga 10 guruch dalasi. Guruch dalasi tayyor. 10 ga 10. Hop. Strawberry plant minimal skill 5 bo'lishi kerak ekan. Hop, bizda minimal skilllarimiz nechiga teng? Plant 9. Demak, eksiga bo'ladi strawberry. Qulupnay. Good. Biz hozircha endi nomlash biz qadoqqa yo'q, qanday deb nomlaymiz. Kelinglar, bu yerni Vinland deymiz. Poytaxt o'z nomida qolsin. Random mana Borajo Vinlandning poytaxti. Ajoyib. Qo'ymoqim. Bu yerda haroratimiz 20 gradusni tashkil qiladi, tashqarida esa 14. Faction community rivojlantiryapti. Bizga mana psixologik state. Endi erkak kolonistlarimiz ayollarga nisbatan tezroq ishlaydi. Bu yaxshi, chunki menda ikkita erkak kolonist mavjud. Va bu yerda biz korpuslarni va ovqatlarni ruxsat beramiz ovqatlarni to'shishga. Haroratni esa -100 gradusga oshiramiz. Va bu yerda hozir mana bu yerda ko'rib turganingizdek harorat sekin astalik bilan tushib bormoqda. Ajoyib. Bizda hozirda dalalar bor. Yana nima kerak bo'lishi mumkin bizga hozir? 15 dekabrga yakunlanyapti. Ertaga endi nima deydi? Bahor keladi. Bahorda o'simliklarimizni yaxshi o'stirib olishimiz kerak. Bu biz topmoqchi edik. Modeling pasta developer. Pasta. Kelinglar, buni sizlar hal qilinglar. Ya'ni kim fazoviy
ovqat tayyorlaganimiz yaxshimi yokida o'zimiz pishirib tayyorlaganimiz yaxshimi? Shuni sizlar hal qilinglar. Masalan, biz hozir bu yerda nudelin pasta tayyorlasak, energiyamizga bog'liq bo'ladi va fazogirlar yeydigan yegulik paydo bo'ladi. Agar pechga quradigan bo'lsak, pechkani gazni quradigan bo'lsak, bunga biz o'tin yoqamiz yoki elektr energiyasini sarflaymiz, lekin ovqatimiz tabiiy bo'ladi. Qaysi birini tanlaysiz? Shuni izohlarda yozib ketinglar, iltimos. Shuni sizlar hal qilinglar endi. Yuklarni toshishyapti. 30 ta pechkamiz nima tushdi? Yadro bormi? Bu yerda saralandi Senston. Yaxshimi kechmadi. Blokda ekan o'lib qolardi. Я безработный нахуй, бомж нахуй. Что с меня взять? Какие нахуй 200 тысяч долларов? Ну. Okey. Laboratoriya uchun mos choy menimcha shu yer deb o'ylayman. Ajoyib transport port eshik to'xtataylikchi. Agar Intadodan transport port kirish ketdi. Buni nima qilsak bo'ladi? Bu bizni qo'limizda endi. Xohlasak buni o'zimizga qul qilib olishimiz mumkin, xohlasak davrab turib o'zini fraksiyasiga qaytarib yuborsak bo'ladi. No, hozir menda fraksiyasiga qaytarib yuborishdan hech qanday ma'no ko'rmayapman. Fraksiyasiga qaytarib yuborishdan ma'no yo'q. Ya'ni biz unga aptechka sarflaymiz va boshqa narsalar sarflaymiz, lekin bu deyarli ijtimoiy hal qilmaydi. Va buni biosi ham o'ta ajoyib. Artistel Medical bizga doktor bo'lsa zarar qilmaydi, lekin bu yerda mana bunaqa rakon olib qopti. Buni hozir Blue olib ketyapti. Erkak 34 yoshda ayol. Erkak. Xastalik Into bizga dushman bo'lib qoldi. 75 ga kamaydi. Agar bu o'lib qolsa, o'ta yomon bo'ladi. Muhimi bunga infeksiya yuqtirmasligimiz kerak. Uni metti level emas ekan, yaxshi bir tomondan. Hozir bittasiga bu yerni tozalashga buyruq beraman. Infeksiya bo'lib qolishi mumkin. Va biz kalanslarimizni modini bir tekshirib qo'yishimiz kerak albatta. Mod sovuqda uxlayapman deyapti. Sovuqmi? Sovuqga o'zir e'tibor qilmayapman. Full barricades. Shundan boshqa qanday sharoit yaratib berish mumkin? No, mayli, keyinroq uni ko'ramiz. 8 without table. Sovuq, qorong'i. Bormi? Shuncha mana ishga uyalmaysanmi? Buna göre meni maqtamaysanmi? Yaxshi boshqaryapsiz, xo'jayin. Eng zo'risiz. Yetimgacha yomonda bardi. Mana chiroqlab qo'yganim o'zim. Tushukka jonim. Sen gapirdingmi, men bajaraman ekan. Mana shu mana hozir 8 without table deyotganmiz, mana with table qilamiz hozir. Nima komfort, mana komfortdan qo'yib beraman ekan. Sala yana ishlashsa, unaqa yarimcha yerlarda ham o'tirishasan. Hech nima qilmagin. Full barakat qilmagin-ku. Uyat bo'ladi. Ko'rgan kelgandan nima deydi? Uyalmaysan ama. Dushman bo'lib ikkitasi. Men bu dushman bo'lmadi. Yoshi 2 so'mo. Ya'ni buni hozir personallik darajasi 13 hozir 16 dan 15 dan 13 ga tushdi. Ha, bo'ladi. Narxi $800. Kimdirki to'g'ri savdogarga qarshimi, lekin bu o'yin bo'lgani uchun odam savdosi. Tushunasizlar, biznes. Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? Shuni qurayapti ekan. Qurayotgan bo'lmagan. Daraxt zaxiralarimiz ancha yaxshi. Bu yerda stroberilarimiz farm qilinmoqda.
Hammasi bir tekstda ajoyib deyapti. Qoyilmaqom. Bunchalik tinch boshlanish menga yoqmayapti. Ya'ni bo'rondan oldingi tinchlikligimiz shunaqa narsadek tuyulyapti. Tuyulmoqda. Yani, okey. Bu yer tushganimiz oddiy zonacha. Shunga aylantirdik, ya'ni 3 kun davomida. Bir tarix kitobini ocham, tarix kitobi xabarlar 1, 2, 3. Yo'q, bu 11, 13, 1 aprel. Pinterda tushmagan, transfer post tushgani. Mash. Salomon. Oyoqqa turibdi, bratda ishda. Ajoyib. Ovqatimiz slow food. Aytdim-ku, уже bir kunga yetadigan ovqat qoldi. Videoni shu yerda tugataman, chunki ovqat oz qolgani sababli. Ovqat oz qoldi, ya'ni sizlarning fikrlaringiz bu koloniyani saqlab qolishi mumkin. Ya'ni endi pastadan foydalaning, menimcha bu yaxshiroq deydiganlar kommentga o'z fikrlarini yozinglar. Yokida ovqat pishiring, bu foydaliroq deydiganlar o'zlarining kommentlaringga yozishlari mumkin. Va sizlarga yana nima kerak? Bu yerga biz hozir laboratoriya joylashtiryapmiz. So'ng yana nima narxi bo'ladi? Buni albatta izohlaringizga kutib qolaman. Har bitta inson men uchun muhim va har bitta insonni o'z kommentariyasida o'qishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.